Bu Rossiyada yaqin shu 10 yil, uzoq 10 yil maksimal 10 yil ichida bilmadim, faqat Indusda shu eng qaloq nimalardan kelgan bir afrikaliklar, chekkalardan kelgan. Ana shu nimalar qolsa kerak deb o'ylab qolaman-da. Bu ketishdi. Bu agar bu millatchilik darajasi bu pasayishga pasaymaydi, kuchayishga kuchayadiki, lekin pasaymasa kerak bu narsa. Tobora kuchayyapti. Короче, o'zing ham bilasizlar nima qilishni. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bu Rossiyada yaqin shu 10 yil, uzoq 10 yil maksimal 10 yil ichida bilmadim, faqat Indusda shu eng qaloq nimalardan kelgan bir afrikaliklar, chekkalardan kelgan. Ana shu nimalar qolsa kerak deb o'ylab qolaman-da. Bu ketishdi. Bu agar bu millatchilik darajasi bu pasayishga pasaymaydi, kuchayishga kuchayadiki, lekin pasaymasa kerak bu narsa. Tobora kuchayyapti. Короче, o'zing ham bilasizlar nima qilishni. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.